Diqqat xalq, tezkor xabar. Jizzaxda 3,3 milliard so'mlik elektr o'marildi. Jizzax viloyatida elektr energiyasidan noqonuniy foydalanish holatlari aniqlandi. Bu haqda elektr energiyasi, neft va mahsulotlari va gazdan foydalanishni nazorat qilish inspeksiyasi xabar bermoqda. Qayd etilishicha, Bosh prokuratura shtabi tomonidan Jizzax viloyatining Sharof Rashidov tumanida o'tkazilgan nazorat tadbirida ASD MChga qarashli suv nasoslari o'zboshimchalik bilan tarmoqqa ulanib, 315,5 million so'mlik elektr energiyasidan noqonuniy foydalanib kelayotganligi ma'lum bo'lgan. Shuningdek, ushbu tumanda joylashgan AC fermer xo'jaligiga qarashli suv nasoslarida ham xuddi shunday qoidabuzarlik aniqlangan. Keltirilgan zarar dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra 3 milliard 305 million so'mni tashkil qilgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Namanganda 11 milliard so'mlik elektr energiyasidan noqonuniy foydalangan korxona aniqlangan edi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarimiz shulardan iborat edi. O'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.